Assalomu alaykum. Ismim Mirjahon. Farruh Shukurovning individual kurslarida o'qigan shogirdlaridan biri bo'laman. Kursda olgan bilimlarimiz haqida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Price action, ya'ni narx harakati, bozorning harakatlari borasida o'zimiz uchun juda kerakli ma'lumotlarni oldik. Oldin ham ko'plab kurslarda o'qiganman, lekin o'qigan kurslarimdan hozir o'qigan kursimni bildimki, deyarli menda o'sha trading haqida ma'lumot yo'q ekan degan fikr ham keldi o'zimda. O'rgatilishi oson, sodda, tushunasiz bozorda. Deyarli shu bilimlar sizga o'sha trading sohasida kelajakda bozorda stabil ishlashingizga, ya'ni psixologiyangiz joyida bo'lsa, stabil ishlashingizga yetadi deb hisoblayman. Bu yog'i o'quvchini o'ziga bog'liq bo'ladi. Chunki kursda berilgan bilimlar o'zi bozorda savdo qilib stabil yurishingizga yetadi deb hisoblayman. Kamchiliklar to'g'risida kurs borasida kamchiliklarni sezmadim, lekin o'zimda kamchiliklar bo'ldi. O'sha o'qish borasida, sal vaqt borasida, chunki menda qo'shimcha ish bo'lgani sababli ham darslarga o'zlashtirishda sal ortda qolishim o'zimda kuzatildi, o'zim sezdim uni. Siz shu tomonlarni ham o'ylab, albatta vaqtingizni chamalab, kamida kuniga 2 soat vaqt ajratib oladigan darajada bo'lsangiz, menimcha bozorda natija qilishingizga ishonaman. Hammaga omad. Kursda o'qimoqchi bo'lganlarga esa Alloh bilimlaringizni ziyoda qilsin deb tilab qolaman.